mehmonxonalarni qibla tomonida mana shunaqa Ka'batullohni 3D rasmi bo'lsa, zo'ra, mashalloh, soatlarigacha turibdi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz Sergeli tumani, Orientir Sergeli hokimiyati katta ko'chaga juda ham yaqin. Bu yerda hamma kommunikatsiya ishlaydi, gaz, svet, suv, Wi-Fi hamma narsa bor, hattoki sentralniy kanalizatsiya ham o'tgan. Mana shu ikkita hovlimizdan mana shuni sotilyapti, bunisi sotilib ketdi. Umumiy maydoni 2 sotik 6 ta xona plus hol tayyor holatida. Qaranglar, tashqariga bitta mashina bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan sifatli xom ashyodan. Narxini hozirdan aytib o'taman. Narxi startoviy 215 ming deyilyapti, yana kelishtirib beriladi. Ana endi kelinglar ichkari bilan tanishamiz. Qani ketdik. Kirishimiz bilan mana uyimizni fasadiga ko'zimiz tushadi. Oppoqqina travertin qilingan fasadimiz. Mana bemalol mashina qo'yib, tapchan qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda mana zelenoy zona qilingan. Podvalga mana tashqaridan tushamiz. Tepasi mana leksam qilingan, ochilib yopiladigan. Podvalda duxkonturniy kotel bilan issiq suv boyleri o'rnatilgan. Mana bu yoqda yozgi oshxonamiz. Yozgi oshxonamiz tepasi qaranglar, naves qilingan. Tayyor holatda. Bu yoqda barbekyu zona, mana bu yoqda gaz o'choq, gaz plita hamda bu yoqda mana umumvanlik sharoitida tashlangan. Tayyor, uncha ortiqcha ish qilmaysizlar. Tashqarida bitta hojatxona qilingan, qo'l yuvishga sharoitlari bor. Mana uyimizni bu yoq tomondan ko'rinishi. Ikkinchi qavatda mana balkoni ham bor. 2 sotik. Ana endi asosiy xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda hol keladi. Holda mana shunaqa chiroyli dumaloq lustra qilingan, qaranglar, juda ham shohxonagina ekan. Holda ham mana divarlar qo'yib mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Kengligini qaranglar. Mana bu surat bu qo'lda chizilgan. Mana tabiat bargli qo'lda chizilgan, qo'l mehnati. Bu yoqda mana oshxona, mehmonxona, birinchi qavatdagi yotoqxona hamda umumiy sanuzul. Oshxonadan boshlasak, mana oshxonamiz qaranglar, mebel texnikalariga ega. Lyustrasi ham juda ham chiroyli. Kafel qilingan, cho'pli polda siydi. Mana bu yoqda mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonamiz bu ko'rib o'tirgan mana suratiga qaranglar, juda ham chiroyli. Ka'batulloh. Ilohim mana shunaqa mehmonxonalarda ovqatlanib, keyin mazza qilib namozlarni o'qish hammamizga nasib qilsin. Mana shunaqa chiroyli mehmonxonalar. Bu yoqda mana birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzul. Ko'rib turganinglardek hamma sharoitlar qilingan. Hattoki bu yoqda mana kir mashinaga ham joy tashalgan. Kir mashina qo'ysangiz bo'ladi o'sha burchakka. Mana bu birinchi qavatdagi yotoqxonamiz. Undan orqa tomonga chiqasizlar. Mana havo aylanib turadi. Har bitta xonamizga mana shunaqa zamonaviy, oxirgi trenddagi lyustralar qo'yilgan. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona bor. Shunaqa oynalar qilingan chiqishimiz. Chiqishimiz bilan qaranglar, bu tomonga juda ham chiroyli lyustra qo'yilgan. Ranglariga yarashgan. Mana ikkinchi qavatga ko'tarildik. To'g'rida ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzul. Mana bu ham mana hamma sharoitlari qilingan. Mana tepadan olib beray. Mana bu yoqda bolalar yotoqxonasi. Lustrasini qaranglar, juda ham chiroyli. Hamma joy cho'pli polda siydi, plus mana batareya o'rnatilgan. Bu yoqda bitta yotoqxonamiz bor. Kattagina. Undan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Mana balkonga chiqsa bo'ladi. Mana bu yoqda yana bitta bolalar yotoqxonasi. Qaranglar, hamma xonalarga ventilyatsiyalar qilingan. Mana ko'rib turganingizdek, havo aylanib turadi. Mana bu yoqda bitta
Kattalar yotoqxonasi joylashgan. Ichida o'zini garderobi hamda sanuzeliga ega. Qaranglar, bu mana sanuzeli. Hamma sharoitlar qilingan, forchkasi mana orqa tomonga qaragan. Mana bu yoqda garderobnisi, shkoflari tayyor qilingan. Eslatib o'taman, 2 sutka, 6 ta xona plus hol. Sergeli tumani, Orentir Sergeli hokimiyati narxi 215 ming, yana kelishtirib beriladi. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.